uyda kosmetologiya apparatlari haqiqatan ham ishlaydimi yoki bu shunchaki trendmi? Qani buni hozir sinab ko'ramiz. Bu Medico brendining Riddle Shot degan apparati. Bunisi esa Yaponiyaning premium segmentdagi Zeus 3 degan apparati. Sifati juda ham zo'r. Buniki mana shunaqa yoqiladi. Mana har xil anaqalari bor. Buni funksiyasi juda ko'p. Qaranglar qanaqa. Mana bunisi zo'r ekan. Agar ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, bunday effekt ko'rdinglarmi, yo'qmi? Men endi ishlatyapman va sizlar bilan natijalari bilan bo'lishib ketaman. Mana shu rosa tok bilan urar ekan. Mana qaranglar. Ay. Niyagacha kirib boryapti-yu. Effekt zo'r. Endi Zeus'ni ishlatib ko'ramiz. Zeus'ga ham Vashshe dahshat, qaranglar. Ay, ko'zlarim. Zeus kuchli ekan, lekin bu ko'proq professionalniy kosmetologik salonlarga zo'r ekan. Domashniga ham zo'r bu, faqat bu sal qimmatroq. Lekin ощущенияsi приятныйroq ekan. Ko'zim qaranglar. Ay. Ikkalasining ham funksiyasi zo'r. Faqat buni o'zingiz bilan olib yurishga udobniy. Bemalol qayerga borsangiz ham anaqani qilaverasiz. Uxotdi. Bu esa portativniy emas. Buni tokka tiqib ishlatishga, shuning uchun buni salonlarga ishlatsanglar zo'r. Mazza. Bu ikkala apparat ham teriga hamma mana silvoritkalarni, gellarni chuqur singdirishga va terini elastikini oshirishga zo'r yordam beradi qizlar. Qizlar, bu yaponskiy brendni Zeus degan apparati, Zeus 3 ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, yo buni qanaqa effektlar ko'rdinglar? Effekti bormi, yo'qmi? Ya'ni puliga arziydigan uskunalarmi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni yozinglar kommentariyaga. Mazza. Bu ham shunaqa uryapti. Bu ham shunaqa uryapti. Mana ikkalasi ham zo'r apparat. O'zlaring aytinglar, qaysi biri yaxshi, nima deb o'ylaysizlar? Effekti bo'yicha, sifati bo'yicha. Menga endi vaqt kerak bular ishlatib, sinab ko'rishim uchun.